Ulamolar aytishgan ekan. 3 toifa inson baxtsiz bo'lmaydi. Ya'ni Qur'onda kelgan baxtsizlik so'zini e'tibor qilishdi-da. 3 joyda Qur'onda baxtsizlik so'zi kelgan. Birinchisi Ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa deydi Alloh taolo. Ya'ni men sizga Qur'onni baxtsiz bo'lishingiz uchun nozil qilmadim deydi. Ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa. Demak, Qur'on bilan mashg'ul bo'lgan odam, Qur'on o'qish, Qur'onni tushunish, Qur'onga amal qilish bilan mashg'ul bo'lgan odam, shuni o'ziga lozim tutgan odam zinhor baxtsiz bo'lmaydi. Ikkinchisi duo ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Valam akum bi duaika robbi shaqiya." Robbim, men sening duoing bilan, senga duo qilish bilan baxtsiz bo'lmadim deyapti oyatda. Demak, Alloh taologa xolis duo qilish, Alloh taologa yolborib duo qilish va doimiy duo qilish bilan banda baxtsiz bo'lmas ekan. Albatta duolarining natijasini ko'radi. Mana eng oliy duo nima? Inson so'rashi mumkin bo'lgan eng oliy duo. Xudoning jamolini ko'rish. Demak, duo bilan mashg'ul bo'lgan inson baxtsiz bo'lmaydi. Shuning uchun aytadi-da, maqsad bilan bandani o'rtasida masofa qancha desa joynamozcha deydi. Joynamozcha deydi. Joynamozga borsa, Xudodan so'rasa bo'ldi deganida bu. Hamisha duo qilishga haqqimiz bor. Har joyda duo qilishga haqqimiz bor. Va hamisha duo qilib yuraylik. Hamma narsani Xudodan so'rab yuraylik. Shunda biz baxtsizlardan bo'lmaymiz. Albatta baxt bizga hamroh bo'ladi, Xudo xolasa. Uchinchisi, man kana barran livalidayhi, ota-onasiga yaxshilik qilganlar. Ota-onasiga go'zal xizmat qilganlar. Ota-onasining xayrli duolarini olganlar zinhor baxtsiz bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda buyuradi: "Barron bivalidati va lam yaj'alni jabbaron shaqiyya" deydi. Men onamga yaxshilik qildim deyaptilar. Iso alayhisalom tillaridan ketadi bu. Meni Alloh taolo baxtsiz qilmadi. Ya'ni otasiga, onasiga yaxshilik qilganlar, ularning go'zal duolarini olganlar zinhor baxtsiz bo'lmaydilar. Shu 3 ta amalga mashg'ul bo'lganlar baxtsiz bo'lmaydilar. Birinchisi Qur'oni Karim, ikkinchisi Parvardigorga xolis duo qilish, uchinchisi ota-onaning xizmatini qilish. Mana shuni qilganlar Xudo xolasa albatta baxtli bo'ladilar.